Amina pullik bo'ladi endi desam, kim ishonadi? Ya'ni o'sha Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan Amina prilojeniyasi uchun siz kvartira egasiga pul to'lar ekansiz. Mana videoni ko'ring. Va albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Ana undan keyin kommentariyada xulosalarni bildirasizlar. Qani birgalikda tomosha qilamiz va undan keyin xulosa bildiramiz. Mana o'qishinglar mumkin, yaxshimisiz, sizmisiz deyapti-da, kvartira necha pul deyapti? 9000 deyapti. Amina qo'ysangiz 4000 to'laysiz deyapti. Keyin so'rayapti, nimaga deb. Registratsiya qo'yilgan uchun Amina uchun bu xazakaga beriladi u pul. Agar Amina qo'ymay o'zim yashab yuraman desangiz, komissiya 9000 dan. Aminani xazakani aloqasi bor. Mana shuni tushunmadim. Amina постоянно qo'yiladi hammada. Birinchi marta eshitishim buni. Registratsiya nasina kvartirasini qo'ymaydi-ku. To'g'rimi? Men tushunmadim shuni. Geolokatsiya so'raydi bo'lgani. U qonunni yozib turib registratsiya qo'yadigan narsa emas, u просто geolokatsiya berib turadigan narsa. Kvartiraga hech qanday alokasi yo'q uni. Men yurgan odamdan geolokatsiya olib turadigan narsa meni. Annaga tushunmaysiz, hozir kvartirada yashaganlar bumajni registratsiya etmay bo'ldi, Aminaga shu polni kvartirani qo'yib beramiz. U xo'jayin ruxsat bergani uchun odam boshina pul oladi. Necha odam bo'lsa, Amina qo'yiladi, shunga pul oladi u. Ruxsat bergan odam sonini. Xazaykan hech qanday aloqasi yo'q Amina. Kechirasiz u. Men ham Moskvada birinchi kun emas kelganim, 12 yildan beri, 13 yildan beri shu yerda ishlayman. Aminani hech qanday xazayka aloqasi yo'q. До сих пор qonuniy registratsiya qo'yish uchun MVZga borib qo'yiladi. Registratsiya 8 million deganda bizlari vaqtinchalik registratsiya 8 million bo'ldi. Lekin kvartiraga как положено registratsiya 8 million bo'lgani yo'q. Sen registratsiya qo'yajaqi yo'q-ku. Uzr, bu gap lekin to'g'ri emas. Bez dokument akalarimiz juda ko'pchilik vaziyat qanday, ya'ni granitsada qanday vaziyat, granitsaga chiqib kelsak bo'ladimi Zuhridan deganlar juda ham murojaatlar ko'payib ketdi. Farqi yo'q, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari hammasi mana mashinalarimiz bor, har kuni chiqib kelyapti. Mana hozir bugun ham chiqib ketadi. 4 ta odam bor, yana 2 ta, 3 ta odam kam. Agar kimda kim granitsaga vaqt kelgan bo'lsa, bez dokumentingiz tugagan bo'lsa yoki dokumentingizda qandaydir muammo bo'lgan bo'lsa, farqi yo'q. Bemalol mana ekranda nomer turibdi, iltimos qilsanglar, sizlarga hamma narsani tushuntirib. Hozir do'stlar, ko'rdinglar va eshitdinglar. Nima emish? Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan prilojeniyya uchun ham endi mashenik akalarimiz va opalarimiz o'zimizning o'zbek, tojik, qirg'iz sodda xalqimizdan pul undirishyapti, oddiy o'sha prilojeniyya uchun. Ya'niki siz prilojeniyya o'sha yotgan kvartirangizda prilojeniyani ustanovit qilganingiz uchun kvartira egasi ruxsat bergan emish. Qayerdan olasizlar shunaqa gaplarni? Nahotki xalqni qarg'ishdan, xalqni mana bunaqa peshona teri bilan topgan pulini yeyishdan Xudodan qo'rqmasanglar. Amina bu %100 bepul narsa-ku. Amina uchun hech kimni ruxsati kerak emas-ku. Qayerdan olyapsizlar bunaqa narsalarni? Iltimos, mana shu videoni maksimal musofirda yurgan va musofirga bormoqchi bo'lgan aka-opa singillarimizga tezda ko'proq yuborib qo'ying va ko'proq like bosing, ko'proq komment yozsanglar, hamma videoni ko'radi. Men bu videoni qilishimdan maqsad ogoh bo'linglar deyapman xolos. Ya'niki bunaqa mana shunaqa yangi mashinik turiga aldanib qolmanglar. O'zbekistondan yangi borsanglar ham sizlarni aldashi mumkin. Sanga yotoq joyga mana shu 9000 rubldan beryapti, mana kvartiraga bularni aytish bo'yicha va undan tashqari 4000 rubldan Amina ustanovit qilgani uchun beryapti emish-a. Qaranglar, nahotki soqqa qilishi yana yangi yo'li topilgan bo'lsa. Iltimos, bu video 100% hamma musofirlar ko'rish shart va bu yangi mashinik turini tarqalishiga biz chek qo'yishimiz kerak. Qanday qilib? Va biz hech kimga pul bermasligimiz kerak. Agar kvartiraga bordingiz, o'sha kvartira to'lovidan tashqari Amina uchun pul so'rayaptimi sizdan? Bular g'irt mashinik, bular Xudodan qo'rqmaydigan, sizni haqqingizdan ham, birov haqqidan ham qo'rqmaydigan odamlar bo'ladi. Unaqa odamlar bilan yaxshisi yashamangda, boshqa kvartiraga boring. Nega desangiz, bu zakonda ham ko'rsatib qo'yilganki, o'sha Rossiyada
bu приложение uchun hech kim ruxsat shart emas. To'yinki o'sha kvartirani sotib olgan egasi ham, o'sha dokumentalniy bo'yicha kimda turgan bo'lsa ham, o'shanda ham hech kim haqqi yo'q unga ruxsat berib yoki ruxsat bermaslikka. Amina bu Rossiya davlatining o'ziniki. Bunga hech kim xo'jayinchilik qila olmaydi. O'shaning uchun iltimos, ayrimlar bu narsa ham aynan Ruslar tomonidan o'ylab topilgan narsa emas. Bu aynan bizni kvartirani zdavatga ruslar beradi. Ruslardan bitta endi shustoy akalarimiz, opalarimiz olishadi bitta kvartirani. Qanday bo'ladi bu jarayon? Bitta kvartirani 3 xona, 2 xonadan olishadi-da, bir xonasida o'zlari yashadi, ikkinchi, uchinchi xonasiga odam qo'yishadi. Bizga o'xshagan yakka-yakka odamlardan terib olishadi. Endi ana shu terib olingan odamlardan bu yig'yapti, mana bu arendaga olgan odam yig'yapti. Arendaga bergan odam yig'maydi, ruslar yig'maydi bu narsani. O'zimiznikilardan chiqyapti akalar. Ishoninglar, buni o'zimiznikilar qilyapti. Mana o'zbek zabon. Menimcha shevasdan bilmayman, taxmin qilinglar kommentariyada bu shevada gapirayotgan opa qayerlik. Xo'p, aynan O'zbekiston fuqarosi, men %100 men aniq bilaman. Mana ko'ryapsizlar, o'zimizni ayol kishilarni chuv tushirishga harakat qilyapti, pulini olishga harakat qilyapti. Bunga ishonmanglar, iltimos. Hech qanaqa amino uchun pul olinmaydi. To'yinki olinyaptimi, u joyga yaqinlashmang. Ular mashinik, ertaga boshqa narsa uchun sizdan pul oladi. Bizning maqsad xalqni ogoh qilish, ogohlikka chorlash. Shuning uchun iltimos, ogoh bo'linglar. Bunaqa mashiniklarga aldanib qolmanglar. Bular o'zimizni ichimizdan chiqyapti. Yana aytamizki, Ruslar yomon. Ruslar yomon emas, o'zimiznikilar yomon bo'lib ketyapti o'sha joyda. Mana shu narsa ertaga ommaga chiqib ketsa, endi bu narsani o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Ertaga ruslar mana shu narsani o'zimizni ichimizda ko'rgandan keyin o'zi olishga harakat qiladi. Biz o'zimiz o'rgatib qo'yamiz. Ertaga bitta rus qaraydi, zdavat bergan odam o'shaning uchun ham, ya'ni o'sha har bitta odamdan kvartira puldan tashqari amina uchun pul olyaptimi? Undan tashqari o'sha amina uchun olganini bilgan odam, o'sha unday odam baribir o'ylaydi, "Ye, kvartira meniki, men olishim kerak" deb ertaga haqiqatdan ham amina pullik bo'lib ketadi. Shu ketishda agar biz buni hozirdan oldini olmasak, ertaga har bittamiz ko'chada o'sha registratsiya qildiramiz-ku, o'sha hozir yotoq joyda yashaydiganlar, obshetida yashaydiganlar registratsiya qildiradi. Albatta, ma'lumot uchun eslatib o'tay, kimga Moskva, Moskovskiy oblast, Tula, Kazan, Nijniy Novgorod, xullas hamma viloyatda registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, obshetida yotadiganlar. Mana ekranda nomerlar turibdi. +7926 132 42 42 raqamlari 100% ishonchli, men javob beraman. 100% ishonchli ba'zida turadigan registratsiya qiladi. Bu kvartiradagilar uchun emas, kvartiradan tashqarida yashaydiganlar. Amino ishlatmaydiganlardan ularga registratsiya, qog'oz registratsiya kerak. Mana shular albatta shu Avaz akamizga murojaat qilinglar, WhatsApp orqali yozinglar. Xo'p, nima demoqchiman? Ya'ni bu ommalashib ketadi ertaga. Ertaga ruslardan o'ziga biz berishimizga to'g'ri keladi amino uchun. Agar shu ketsa davom etsak. Shuning uchun iltimos videoni kengroq tarqatingki, barcha musofirlar ogoh bo'lsin va hech kim amino uchun pul bermasin. Buni ommaga olib chiqish shart emas, iltimos. To'xtatinglar. Bu mashiniklar ham evi bilan hech kim amino uchun pul olishga haqqi yo'q. Mana shunaqa bugungi yangiliklarda men sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Albatta ogohlik davr talabi. Biz shu narsalarni sizlarga yetkazmasak, sizlar buni bilmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun ertaga xalq o'zimiz qiynalmasligimiz uchun bu videoni qildim. Albatta qo'llab-quvvatlab, videoga like bo'lsa, videoni hamma musofirlarga tarqatib qo'ysizlar degan umiddaman. Musofirdagilar, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Oilalar uchun sizlar keraksizlar, sizlarni oilalar kutyapti. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda, o'z yurtingizda. Shuning uchun ham albatta o'zingizlarni asranglar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan xordinday Zuhriddin musofir bo'ldi. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib borsanglar, shunaqa yangiliklar aynan bizning kanalda chiqadi.